Yajuj Majuj kelmaydimi menga desa? Menga desa Dajjal chiqmaydimi? Iymonni e'tiqodingiz butun bo'lgandan keyin sizga kuchi yetmaydi. Bitta polbin chiqsa yugurib borib oldiga meni silab qo'ying deb borayotgan odamlar u Xitoy haqida gapirmay qo'yaversin. Bitcoinni qimor qilib, tradingni qimor qilib o'ynayotgan anu Jalol kriptoga o'xshagan sharlatanlarga aldanib yurganlar Xitoy haqida sizlar gapirib o'tirmanglar. Sizlar aldanib bo'lgansizlar. Xitoydan oldin, Xitoydan battarroq o'zingizni ichingizdagi odamga aldangansiz. Dajjal haqida barcha payg'ambarlar o'zlaridan keyingi ummatni ogohlantirgan. Eng katta fitna Dajjal. Muhammad alayhissalatu vassalom ham Dajjaldan ogohlantirganlar. Va aytganlarki, agar chiqsa o'zim bo'lsam, u bilan o'zim muomala qilaman deganlar. Agar mendan keyin chiqadigan bo'lsa, ummatimning boshidagi eng katta balo bo'ladi deganlar. Ulamolar so'raydi. Ulamolardan so'rashadi odamlar. Dajjal qayerdan chiqadi? Bu savoldan maqsad nima? Misol uchun deylik, O'zbekiston miqyosida Andijondan chiqsa, misol uchun yoki Namangandan chiqsa, Xorazmga qochib olaman degan xayol bo'lishi mumkin-da, to'g'rimi? Yoki Qirg'izistondan chiqsa, O'zbekistonga qochib olaman degan xayolda Dajjal qayerdan chiqadi deyshadi. Do'stlar, u qiziq emas u qayerdan chiqishi. Chiqqandan keyin 40 kunning ichida yer yuzida fitna qilmagan odami qolmaydi. Dajjaldan qutuladigan joy qayer desa iymon degan ulamo. Iymon. Iymon ya'ni qadriyat. Qadriyatingizda mahkam turasiz. Dajjal chiqadimi? Xitoy keladimi? Rus chiqadimi? Hammasiga damini berib yuborasiz. Qadriyat yo'qolsa, Rus kirib kelgan paytida do'ppini otib, shlyapa kiyib, misol uchun shapka kiyib, dinini sotib, eshigini ochib bergan odamlar, u qalbidan o'zi istilo bo'lgan. Qalbi mag'lub bo'lgan ular. Ularga falonchidan qo'rq deyishi foydasi yo'q. Xitoy bizga xavfli tomoni qadriyatimizga hujum qilsa xavfli. Mustaqilligimizga hujum qilsa xavfli. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, yana aytaman, oxirgi qonimiz qolguncha urushamiz ular bilan, kurashamiz, chiqaramiz ularni.